Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana go'ji ko'chatlarni ko'chirishni boshladik. Bu eng bir antioksidant deydi, shundaqangi bir dori narsaki, bir 200 dan ortiq har xil vitamin, antioksidant, bir antivirus shundaqangi bir nimalar bor. Biz buni antivirus deymiz. Bu qondagi, hatto qondagi virusni qonni tozalaydi, jigar tozalaydi, qondagi virusni yo'qotadi mana shu narsa. Rossiyaning bir professori qondagi virusni faqat shuni mevasini berib o'sha qondagi virusni bartaraf qilgan. Lekin bu mana bu dorilar bilan qondagi virusni yo'qotish hozirgi davrda jam muammo bo'lyapti, hamma biladi buni. Buni hatto mayizini Xitoydan olib kelib yeyishyapti ko'pchilik. Mana hozir ko'chatlarni tayyorlayapmiz. Mana bemalol murojaat qilaversa, buni narxlari shunaqangi arzonki, masalan, ikkinchi yil ekasiz, ikkinchi yildan meva beraveradi. Birinchi yildan ham meva beraveradi, ikkinchi yildan aniq yaxshi chiroyli meva beradi. Buni 1 metrga 2 metr qilib ekib qo'yilaveradi misoli. Buni kunga joyga ekib qo'ysa 4 mahalgacha mevasi bo'ladi. 4 martagacha hosil beraveradi. Bu qanday bo'ladi deganda, hosili qaranglar. Mana shu bitta tanada hosil berdimi? Buni manonda bergandan keyin mayda shoxlarda chiqaveradi. Mana bu bizda ko'chat qilinyapti, lekin buni yakkalab qo'yiladi. Misoli mana bunday qilib yakkalab qo'yilganda o'sha maydadan chiqqan shoxlari hozir kesib tashladik, meva beraveradi. Buni mevasini Xorazmda bir nima deydi? Kasbdoshimiz deydim. 5 yil oldin kelib 1 kilosini 1 million 200 mingdan sotyapandi mevasini. Men qo'ysangiz qo'yib olsam, men ishontirishim shart edi. Mayizini qilib o'sha mayda-mayda upakovka qilib sotar ekan. Lekin buni sotish maqsadida emas, buni uyga ekish maqsadida ekib, buni hali dori hisobida ishlatsa bo'ladi. Buni ekib 1-2 yil, 3 yil yilgandan keyin odamga hech qanday dori kerak bo'lmaydi. Jigarni tozalaydi, qon tozalaydi. Keyin nima desam bo'ladi? Endi qo'polroq qilib gapiramiz. Qon tozalangandan keyin, jigar tozalangandan keyin odamning organizmi sog' bo'ladi. Har qanday kasallikni bartaraf qiladi. Buni o'sha nimalari bor, nima deydi? O'sha vitamin, antioksidant har narsalar. Faqat bitta C vitaminining o'zi apelsinga qaraganda 500 barobar ko'p. C vitaminining o'zi 500 barobar ko'p. Apelsinning nimasiga qaraganda. O'shaning uchun bundan olib ekishlarni tavsiya qilaman. Hech bo'lmasa har bitta uyda 2 tutam bo'lishi kerak. Buni mayiz qilib yesa bo'ladi, kompot qilib yesa bo'ladi, svejiy yangi uzib yesa bo'ladi, keyin buni varyaniya qilsa bo'ladi. Shundaqangi qilib bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Telefon nomerimiz 91 123 0550. Xudo xolasa bunday ekinglar, o'sha mevalarni yeb, o'sha har qanday kasallikni bartaraf qilib xursand bo'lib yuringlar. Sog' bo'linglar avvalo. Like bosib, podpiska qo'yib qo'yasizlar, xudo xolasa yaxshilikni tarqatishga yordam bergan bo'lasizlar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar. Rahmat.